Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir tumani Orol dengizi hududiga yaqin joylashgani sababli ekologik turizm uchun qulay manzillardan biri. 2023-yilda Taxtako'pir tumaniga 22 mingdan ortiq xorijiy va mahalliy turistlar tashrif buyurgan bo'lsa, 2024-yil yanvar-sentyabr oralig'ida 80 mingdan ortiq turistlar tashrifi amalga oshirilgan. Tumandagi Qarateren ko'li bo'yida barpo etilgan ekoturizm majmuasining ochilish marosimi yoshlar festivaliga ulanib ketdi. 1000 nafarga yaqin yoshlarni birlashtirgan festival tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Betakror musiqa, go'zal uchrashuvlar va jo'shqin tadbirlar Qarateren yoshlar festivali bu ushbu turistik majmuaning ilk voqeligi sifatida ko'plarning qalbiga o'ziga xos taassurotlarni siylashi aniq. Va albatta to'g'risi men bugun hayajondaman. Bu kunlarni mening ovuldoshlarim Davxara, Qarateren uzoq kutgandi. Endilikda bu manzil tomonida xalqaro muloqotlar uchun jo'shqin maydon bo'lishi e'tirof etilyapti va mana shu tadbir odamlarning samimiy uchrashuvlari, samimiy kulgulari, yuzlaridagi ishonchni ko'rib odam hayratga tushadi. Demakki, Qaratrenning yangi shiddatli davri endi boshlandi. Festivalni o'tkazish manzili sifatida bejizga Taxtako'pirning eng chekka ovuli Davxara, Qarateren ko'li bo'yidagi go'zal manzara tanlanmadi. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan 30 yil davomida e'tibordan chetda qolgan, sal qolsa unutilayozgan ko'l atrofida katta bunyodkor ishlari olib borildi. Tashlandiq joy o'rnida milliy koloritdagi auzburchilik, do'stlik ramziga aylangan turistik majmua barpo etildi. Ko'ngildan suv ichar. O'zbek, Qoraqalpoq, Qozoq, Turkman, Tojik yonma-yon birgalikda qalblar bog'langan do'stlik zamini. Go'zal qadriyatlar va milliy rang-baranglik, betakror orzular ro'yobiga qiyos. Xalqimiz ko'p yillardan beri tarafında xalqimiz, әсіресе башасыларымыз келіп шомылып, қуанып, bir өзінің кеуілін шығарып, bir елінің bir хадал перзентлері болып шықсын деген үміт мәңгі әмме халықта бар еді. Бірақ ұсындай дәрежеде болады деген біздің ойымызға да келіп нетпеді. Ертеклерді де айтқанда да сенуге болмас еді. Қараң, өзбек, қазақ, қарақалпақ, қырғыз, орыс, әмме халықтар жиналып бүгін қуанып жатыр. Ұсындай таза аспанды бізге жаратып берген құрметті президентімізге өзімнің атымнан 2 миллионлық Қарақалпақ халқының атынан minnettarchilik bildiremen. Мен Бозатаулы ең бақытлы қызлардың бірі сипатында соны айтуым мүмкін. Құрметті президентіміздің Бозатауға деген мехрі бөлек еді. Qarateren аймағында үлкен бір туристік зонаның ашылуы, жастарымыздың, халқымыздың келуі, бәлкім осы Тақтакөпірдің, Қарақалпақстанның бүткіл тарихын үйренеді, һәм біздің елімізді еледі сол жер жүзінде бүткіл жаһанге танытуына үлкен бір түрткі болады десем асыр айтқан болмаймын. Festival dasturidagi mana bu jihat eng yorqin qismi desek mubolag'a emas. Qiz uzatish ovulga kelin kelyapti. Farzand tug'ilishi. Baliqchilar yurti bo'lgan bu yerda hatto ko'ldan baliq tutish ham o'ziga xos an'anaga ega. Aytmoqchi, joriy yozda Toshkent viloyatidan 1 milliondan ortiq baliq javohlari ko'lga olib kelib tashlandi. Bunaqasi bo'lmagan. Qarateren aslida noyob tarixga ega afsonaviy ko'l. Turli davrlarda xalqni boqqan nasiba manzili. Betakror qadriyatlar tantanasi anjumanning asosiy mehmonlari O'zbekistonning barcha hududlaridan kelgan 1000 nafarga yaqin yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Chunki bu tarbiya, bu madaniyat. E'tiboringizni shu kunlarda foydalanishga topshirilgan mana bu temir beton inshootga qaratmoqchimiz. U birdaniga bir nechta funksiya. Yuqoriga eltuvchi qurilma, shu bilan birga betakror manzarani tomosha qilish maydonchasi hamdir. Suv bo'yidagi 10 ga yaqin o'tov, qora uylar, yana shuncha kemping, mehmon uylari. Umuman bu yerdagi manzara o'tmish va kelajak chorrahasiga o'xshash. Har qanday nozik tabli mehmonni lol qoldiradi. Жастарымыздың үлкен энергиялары өздеріне бір ilham бағыштап, мұнда ajoyib bir atmosferada өздерін бір еркін тұтып, еліміздің бір рауажлануына қуанып жатырыпты. Бұл дегені мұнда елімізде inson қадірінің ұлыланып отырғанының айқын дәлелі. Құрметті президентіміздің бастамасымен Qarateren комплексінің ашылуы Өзбекстан үшін бір үлкен жаңалық болып десем қателеспеймін. Бұл болса өз кезегінде ішкі туризм, экотуризм һәм сыртқы туризмді де раважландырады. Shu oqshom Qarateren tunlari juda yorqin bo'ldi. İlk bora porlagan yulduzlar yog'dusi eng chekkadagi ovul hayotini o'zgartirishga daxldor edi.